bo'yicha beriladi. Ya'ni innovatsion ta'minot bo'ladi. U ko'pchilikga yo'lda chorvachilikka, shu dehqonchilikka beriladi. Ishlab chiqarishda ham yaxshi bo'ladi. Ijtimoiy shaxslarga asosan beriladi. Asosan emas, endi ijtimoiy shaxslarga ayollarga 24%, erkaklarga 20% beriladi. Uni kafillik asosida ham beriladi, garov bo'lsa garov ham bo'laveradi. Keyin endi normalki yo'nalishni bajarish kerak. Reja, davlatnomalar tuziladi, hammasi bo'ladi. Keyin kafilligiga qarab, xudo xohlasa to'g'ri 60 milliongacha, 60 million maksimum. 20 million emas, 30 million emas bo'laveradi. Shu sizlar ko'pchilik ekan, ko'pchilikka ham bersak bo'ladi. Xudo xohlasa. Endi joylaring bormi? Joylaringiz bo'lsa, xudo xohlasa qilamiz, beramiz. Hozir tekshirib chiqamiz. Lekin ba'zi joyda bor nomida. Shuning uchun endi kafil menimcha ko'proq bo'ladi. Yaxshi kafillar bersangiz to'g'ri bo'ladi. Sizga bo'ldimi? Xudo xohlasa. Aka sizga nima bo'ldi? Qizimga gapirdi.